şeriatningki hükümleri endi şeriatning sabit hükümleri o'zgarib turadigan hükümleri deb bayanda sabit hükümleri Qur'on hadis belgilangan zaten sabit meseleler bu. Zaman o'zgarmaydi. Endi ba'zi yangi chiqqan hükümler, ba'zi meseleler zamanga qarab o'zgardi. Masalan, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning zamonida boshqa ulamolar shunday qilgan, ahli kitobdan, xristian, yahudidan shuni qiz asa bulduğanlıqı to'g'risida Qur'onda oyat bor shunday. Uningga shu zamonda xatarliklikni his qilib, bizningki musulmonlarni azurib ketayotganligini, musulmonlarning o'rnini bizda irib olgan madaniyatni irib ketayotganligini his qilganlikdan man qilgan. Unga boshqadan qarshi chiqmagan. Qur'onda ba'disi nima ishqa man qilsan demagan unimicha. Hozirgi paytda masalan biz buni farz darajasiga ko'tarsak bo'ldi, o'zining millati bilan o'ylanish farz yoki vojib darajasida deb mushuniga xiloflik qilganlar o'zining diniga, o'zining millatiga yaxshi ish qilmagan bo'ldi deb nima qilsa bulut deb o'ylayman. Nima ishqa desa, bizning hozirgi sharoitimiz sil degandek, u bizning vatanda majburiy o'yinlayotdi, shunami? Majburiy hamda. Chet ellarda biz o'z ixtiyori bilan shunday qilyotdi. Bu millatga bo'lgan ziyndan avval o'ziga bo'ldi bu ziyon. Umum millatning bir partisi o odam. Masalan, bu Saudiya Arabistonda bizning ko'rgan shu tragediyalarimizda hamda bu 50-yil, 60-yillari vatandan chiqqan odamdan notbakchi odam yerlashib ekan. Bir rivayette 100 ming oiladaydi, birisi 40 ming deydi, ishqib aniq bir statistika bo'lmagan. Shu chog'da 40 ming, 100 ming bo'lsa-mu, u odamning bolalari, nevralari, chevralari hozir nojiqlashib ketaylik. Xo'sh. Ammo o'sha odamlardan u vaqtlarda hamda Uyg'urlarniki yerlashib qolgan Uyg'urlar jiqolmagan ekan, uni qizni olay desa, chet elga chiqqandan jiqroq bo'ytoq hamda erlar u chog'da. Shu iqtisodiy yaxshiroq bo'lganlari Misrlikdan Yamanlikni o'ylanib ekan. İqtisad nachar bo'lgan Hindiston, Bangladeshni o'ylanib ekan. Meniki dadamning tog'isimi shu Hindistonlikdan o'ylanib ekan. 12 balasi bor. Ular faqat arab bo'lib ketaylik. Achchiqchay degan gapni biladi, uning boshqa bir og'izma gap bilmaydi. Ammo shu Saudiya Arabiston shunchalik Uyg'urdek mujohidlar o chiqqanlar, vatan kurash qilgan odamlar. Shuning bolalaridan hozir 5 tane odamni sanag'ila olmaydi, vatanga xizmat qildilar. 5 chiqmaydi. Bir qancha odam bor. Demek, vatan milletni unutib ketishdimi? %100 hamda o. Onundan keyin yana bir tragediyalar. Bu odamlar boshqa millatni o'ylangandan keyin yoshlikda muhabbatning kuchi bilan bisini hurmat qilib turgan bilan kuchugini yashangandan keyin har biri ayolmi, ermi o'zining millatini tatitgan bo'lib qolgan. O'zining millatini sevgandigan, o'zining odamlarini sevgandigan qarshi tarafniki yo erining yo xotininki jamoatlarga o'chilib qolgan. Bunda bir ahvol yuz bergandan keyin bularning orasida inoqlik buzildi ekan o chog'da. Hatto bolalari onalari bilan birlashib uydan chiqirayotgan odamlar bor. Dadlari uylab ketgandan keyin dadlarining kitoblarini xil olimlarning kitoblarini olib bir yerga tashlayotganlar bor. Masalan, qilchi unda hurmatmi yo'q, nima yo'q. Chunki ana shu nima tarafda boshqa millat bo'lgandan keyin ana tarafda bo'lib, balla ana tarafda bo'lib nima qilgan, u dada bir mehmonga o'xshash bo'ldi ekan. Bizning ko'rganlarimiz Saudiyada turib 20 yilning ichida anglagan ko'rganlarimiz. Turkiyada ham shunga o'xshash bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, Turkiyada hozir o'zimizning millatini o'ylanmay, yerlik qarindoshlarimizni o'ylangan qarindoshlarimizdanki uyga bikim mehmonga berib boqqan odam yo'q masalan. Mehmonga chaqirolmaydi shular. Nimishqa? Ular shunchalik uzoqlashib ketganki, endi millatdan shunchalik uzoqlashib ketganki, ular o'zi biladi dadini. Şu muşularni hammani biz bolalarimizni xotirlatishimiz kerak va o'zimizning millatiningki noyati mehmondo'st, oqko'ngil, yaxshi, bundaq bir kishilar ekanligimizni doim sifatlab berib, millatimizning yomon gapini qat'iy qilmaslik kerak. Ba'zi nachar odamlarning gapini bolalarning qishda qat'iy qilmaslik kerak-da. Milletimizni maqtab berish kerak. Undan keyin o'zingning millatni o'ylansan qanchalik yaxshi ekanligini, diniy jihatdami diningga vafo qilganlik bo'lganligini, milliy jihatdami o'zingning millatiga vafo qilganlik bo'lganligini kishigidan tortib tarbiyalab kallasiga singdirmasam, boyliqi qora savdo deb hamda ana ketib qolsa, kuchi yetmaydigan ahvoli bo'lib qoldi. Alloh saqlasin.